Ular ona bola. Bir-birlariga teskari qarab yotqizib qo'ydim. Agar bir-birlariga qaratsam, bir-birini urib, turib ketadi. Bir-birini shunaqangi yomon ko'radi bular. O'tib ketayotib ham g'ing'illab o'tib ketadi bir-biriga. Nimaga mishiqlar katta bo'lsa shunaqa bo'lar ekan? Ammo bir-birini tanimay qolar ekan. Bir-birini jichi katta bo'lgandan keyin, sutdan chiqargandan keyin tanimay qoladi. Ayasi ham g'ing'illaydi. Ular ona bola mana. Mana bu qizi. Qizi onasidan katta. Bu onasi. Barodali qulog'i yotgan mushukdan tuqqan buni. Sveti ham seri. Buniki ichkarang. Nega shunaqa ekan? Mishiqlar mehribon bo'ladi deyshadi. Yo faqat odamga mehribonmikin mishiqlar? Nima deb o'ylaysizlar?